Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Deno tadbirkorligi pedagogika instituti umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrasi o'qituvchisi Pardayeva Kibriyoman. Bugun sizlar bilan umumiy fizika fanining birinchi mavzusini o'tamiz. Fizika fani va uning vazifasi, harakat, fazo, vaqt va moddiy nuqta kinematikasi. Mavzuyimiz quyidagi rejalardan iborat. Demak, fizika jismlarning harakati va muvozanat qonunlari, fizik hodisalarni qonuniyatlar asosida o'rganuvchi fan hisoblanadi. Insonga bog'liq bo'lmagan holda mavjud bo'lgan barcha jismlar, maydonlar, moddalar bu materiya deyiladi. Materiya ikki xil ko'rinishda bo'ladi: modda va maydon. Materiyadagi har qanday o'zgarishlar harakat deyiladi. Mexanikada materiyaning eng sodda harakatdan to umumiy harakatgacha bo'lgan qonuniyatlarni o'rganadi. Fizika so'zi grekchadan tabiat degan ma'noni bildiradi. Demak, fizika modda va maydonlarning umumiy xususiyatlari va harakat qonunlarini o'rganish fani hisoblanadi. Dastlab birinchi bo'lib Aristotel o'z kitoblarida fizik hodisalarni bayon etgan. Keyinchalik esa fizika fani tarkibidan kimyo, astronomiya, biologiya, geologiya kabi bir qator fanlar, tabiiy fanlar ajralib chiqqan. Fizikaning hozirgi kundagi amaliy ahamiyati, ya'ni boshqa fanlar bilan bog'liqligi quyidagicha. Demak, elektrotexnika, radioelektrotexnika, matematika va geometriya, mikroelektrotexnika, kimyo va biologiya, energetika, nanotexnologiya, biotexnologiya kabi fanlar bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Fizik kattaliklar ikki xil bo'ladi: skalar va vektor kattaliklar. Faqat son qiymati bilan aniqlanadigan kattaliklarga skalar kattaliklar deyiladi. Ham son qiymati, ham yo'nalishi ahamiyatga ega bo'lgan kattaliklar esa vektor kattaliklar deyiladi. Masalan, massani, og'irlikni o'sha skalar kattaliklarga misol qilib keltirishimiz mumkin. U demak yo'nalishi yo'q. Yo'nalishga ega emas, faqat son qiymati. 2 kilogramm og'irlikdagi massam bo'lsa, o'sha 2 kilogramm tushuniladi. Masofa, kuch va shu kabi kattaliklar esa vektor kattalik hisoblanadi. Ular demak son qiymatdan tashqari yo'nalishi ham ahamiyatga ega bo'lgan kattaliklar. Fizik kattaliklarni o'lchash uchun demak ularning o'lchov birliklari bor. Demak, 5 deb masalan son aytadigan bo'lsam, uni nima haqida 5 kilogrammi, 5 soatmi birligini aytmasa, u mavhum bo'lib qoladi. Shuning uchun biz o'sha fizik kattaliklarni birliklar orqali ifodalaymiz. Fizikada asosiy 7 ta birlik va qo'shimcha 2 ta birlik qabul qilingan. Qolgan birliklar esa xoslaviy birliklar hisoblanadi. Bu 7 ta birliklar quyidagilar: massa, uzunlik, vaqt, modda miqdori, harorat, tok kuchi, yorug'lik kuchi bular asosiy birlik hisoblanadi. Qo'shimcha birlikka esa burilish burchagi, fazoviy burchak kabi burchaklar kiradi. Mexanika o'sha fizikani o'rganadigan o'sha bo'lim bo'lib, bu demak materiya harakatining eng sodda ko'rinishda eng murakkab bo'lgan umumiy shakllarni o'rganadi. U demak Galiley va Newton mexanikasi klassik mexanika deb yuritiladi va bu yorug'lik tezlik harakatida ancha kichik tezliklarda harakat qiladigan makroskopik jismlar harakat qonunlari o'rganiladi. Mexanika 3 qismga bo'linadi: kinematika, dinamika va statika. Kinematika jismlarning harakatini, uni yuzaga keltiruvchi kuchlarni hisobga olmagan holda o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Dinamika esa o'sha jismlarni harakatga keltiruvchi kuchlarni o'rganadi. Statika bo'limi esa jismlarning muvozanat shartini o'rganadi. Biz bugun sizlar bilan kinematika bo'limini va fizikaga doir dastlabki tushunchalarni o'rganamiz. Demak, qattiq jismning o'lchamlari uning bosib o'tgan yo'lidan yoki u ta'sirlashadigan boshqa jismgacha bo'lgan masofadan juda kichik bo'lsa, biz uni moddiy nuqta deb qaraymiz. Ya'ni moddiy nuqta qarilayotgan, o'rganilayotgan sohaga nisbatan uning shakli va hajmi hisobga olinmaydigan darajada kichik bo'lishi kerak. Undan tashqari, mexanikadagi eng asosiy o'rganadigan kattaliklarimizdan biri bu ideal absolyut qattiq jism. Ya'ni u jismning shakli va o'lchamlari o'zgarmaydigan jismni biz ideal absolyut qattiq jism deymiz.
Undan tashqari biz mexanik harakatni o'rganishimiz uchun sanoq sistemasini foydalanamiz. Bu demak matematikada o'rgangan Dekart koordinatalar sistemasi. Demak, har qanaqa harakat demak dastlab o'sha koordinatani 0-nuqtasidan boshlanadi. Biz harakatni demak 3 turga bo'lamiz. Demak, ilgarilama harakat, aylanma harakat va tebranma harakat. Dastlab ilgarilama harakatga haqida aytadigan bo'lsak, jism harakat davomida uning ikki nuqtasini birlashtiruvchi to'g'ri chiziq o'z-o'ziga parallelligicha qoladigan bo'lsa, bunday harakatga ilgarilama harakat deymiz. Rasmda ko'rinib turibdiki, mana shu sumkani demak 2A va B nuqtalarini belgilab olamiz. Harakat davomida demak bu ikki nuqtalar doimo parallelligicha qoladi. Biz bu harakatni demak ilgarilama harakat deyishimiz mumkin. Keyingisi tebranma harakat. Tebranma harakat deb demak moddiy nuqtani muvozanat vaziyatidan nisbatan o'sha goh bir tomonga, goh qarama-qarshi tomonga harakatlanuvchi o'sha davriy harakatga aytiladi. Mexanik harakatni demak harakat trayektoriyaga ham ta'rif o'tishimiz kerak. Demak, trayektoriya jismning qoldirgan iziga aytiladi. Demak, mexanik harakatda jismning harakat trayektoriyasi yoki yoy bo'ylab yoki to'g'ri chiziq bo'ylabdan iborat bo'ladi. Masalan, arg'imchoqning harakati arg'imchoqdagi harakatni biz trayektoriyasini ko'radigan bo'lsak, uning harakati yoy ko'rinishida bo'ladi. Yoki mana bu tikuv mashinasidagi ignaning harakati, bu ham tebranma harakatga misol bo'ladi. Uning demak harakat trayektoriyasi to'g'ri chiziq bo'ylab bo'ladi. Aylanma harakat, demak aylanma harakat jismning barcha nuqtalari parallel tekisliklarda markazlari bir to'g'ri chiziqda yotgan aylanlardan iborat bo'lsa, bunday harakatga biz aylanma harakat deymiz. Aylanma harakatga misol qilib, demak yerning o'z o'qi atrofida aylanishi yoki quyosh atrofidagi aylanishni biz aylanma harakatga misol keltirishimiz mumkin. Dekart koordinatalar tizimi bu demak matematikada o'rganganimiz kabi demak 3 o'lchovli koordinatalar tizimi hisoblanadi. Bu yerda dastlab o'sha koordinata boshi sanoq boshi deb ataladi va bu demak koordinatalar tizimi x, y, z koordinatalardan iborat 3 ta o'qdan tashkil topgan. Undan tashqari biz biron bir o'sha harakat davomida jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatlarini tutashtiruvchi chiziqni olamiz. Demak, harakat trayektoriyasini biz bu nimada koordinatalar sistemasida mana bu radius vektorni hisoblashimiz mumkin. Demak, jismning harakatini o'rganganimizda. Undan tashqari o'sha koordinataning IJK degan ortlari ham mavjud, ya'ni u birlik vektor hisoblanadi. Bu demak radius vektorini ifodalovchi qiymatlar hisoblanadi. Harakatning kinetik tenglamasini ifodalashimiz uchun biz demak o'sha jismning harakatini kuzatganimizda Dekart koordinatalar sistemasida uni x o'qdagi, y o'qdagi va z o'qdagi o'sha demak harakatning vaqtga bog'liqlik tenglamasini tuzib olamiz va ular demak bitta harakatning 3 ta o'qdagi soyasi hisoblanadi. Trayektoriyada mana ta'rif berib o'tyaptiki, jismning harakat davomida fazoda qoldirgan iziga. Yo'l esa o'sha trayektoriyaning uzunligiga yo'l deyiladi. Yo'l skaler kattalik, ko'chish vektor kattalik hisoblanadi, yo'l esa skaler kattalik hisoblanadi. Moddiy nuqta tezligi. Demak, kinematikada o'rganishimiz kerak bo'lgan yana bitta kattalik, muhim kattalik bu tezlik hisoblanadi. Ya'ni u vektor kattalik hisoblanadi va jismni vaqt birligi ichida bosib o'tgan yo'l orqali ifodalanadi. Bu tezlik demak harakat trayektoriyasiga urinma ravishda bo'ladi. Uni vektorini hisoblaydigan bo'lsak, integral ko'rinishda yo'ldan olingan birinchi tartibli hosila demak tezlikni beradi. Yo'lning geometrik ma'nosi haqida aytadigan bo'lsak, mana bu rasmda tezlikni vaqtga bog'liqlik grafiki keltirilgan.
demak tezlik va vaqtni ko'paytmasi yo'lni beradi. Geometriyada ham mana shu egri shakldagi trapetsiyani yuzini hisoblaydigan bo'lsak, bu demak yuzani beradi. Biz uni integral ko'rinishda hisoblasak, demak quyi t1 qiymatda quyi integral, yuqorisi esa t2 dan iborat bo'lgan vt ni hisoblaydigan bo'lsak, bu demak yo'lni beradi. O'yni tezlik degan tushunchamiz ham bor. O'yni tezlik deb o'sha ayni momentda kuzatiladigan tezlik o'yni tezlik deyiladi. Tezlikni demak harakat tezlikni demak o'zgarishiga qarab tezlanuvchan yoki sekinlanuvchan bo'lishi mumkin yoki o'zgarmas bo'lishi mumkin. Tezlikni demak biz 3 turga bo'lar ekanmiz. Tezlanuvchan harakatda tezlik, o'zgarmas harakatda tezlik va sekinlanuvchan harakatda tezlik. Shunga qarab tezlik demak dastlabki holda tezlanuvchan harakatda demak tezlik bir tekisda oshib boradi. Sekinlanuvchan harakatda esa vaqt o'tishi bilan shu biz kuzatayotgan tezlik kamayib boradi. O'zgarmas harakatda esa harakat davomida tezlik o'zgarmaydi. Tezlanish deb tezlikni vaqt birligi ichidagi o'zgarishiga aytiladi. Biz aytib o'tdikki, tezlik o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, ya'ni tezlanuvchan yoki sekinlanuvchan bo'lishi mumkin deb. Demak, oxirgi holatdagi tezlikdan boshlanish holatdagi tezlikni ayirmasini vaqtga nisbati bilan ifodalanuvchi o'sha kattalikka tezlanish deymiz. Tezlanuvchan harakatda tezlanish musbat qiymatga ega bo'ladi, ya'ni birinchi tezlikka nisbatan oxirgi tezlik katta bo'ladi. Sekinlanuvchan harakatda esa tezlanish manfiy qiymatni oladi va bu degani boshlanish tezlik oxirgi tezlikdan katta bo'ladi. Shu sababli ularda ayirmasi oxirgi tezlikdan boshlanish tezlikda ayirmasi manfiy bo'ladi. Shuning uchun a tezlanish ham manfiy hisoblanadi. O'rtacha tezlanish bu o'yni tezlikni vaqt oralidagi o'zgarishi hisoblanadi. Aylanma harakat kinematikasini o'rganar ekanmiz. Demak, radius, aylanish radiusi, burchak tezlanish, burilish burchagi kabi kattaliklarni bilishimiz kerak. Bu demak burilish burchagi deb, demak aylanma harakatda demak jism aylanani turli nuqtalarida bo'lishi mumkin vaqt o'tishi bilan, lekin o'sha aylanadan chiqib keta olmaydi. Va demak jismni dastlabki turgan nuqtasini A nuqta desak va keyingi harakat davomidagi egallagan joyini B desak, A va B nuqtalarini orasidagi burchak, fi burchak burilish burchagi hisoblanadi. To'g'ri chiziqli harakatda demak bosib o'tilgan yo'l ahamiyatga ega bo'lsa, aylanma harakati esa xuddi shu kattalikka o'xshash kattalik burilish burchagi hisoblanadi. Bu yerda burilish burchagi va bosib o'tilgan yo'l orasidagi formula keltirilgan, ya'ni delta fi teng delta s taqsim r. R bu yerda aylanish radiusi hisoblanadi. Burchak tezlik tekis harakatda demak chiziqli tezlik bilan xarakterlansa, aylanma harakatda esa jism burchak tezlik bilan xarakterlanadi, ya'ni u burilish burchagini vaqtga nisbati bilan ifodalanadi. Bu yerda chiziqli tezlik va burchak tezligi orasidagi munosabat keltirilgan, ya'ni o'sha bosib o'tilgan yo'ldan vaqt bo'yicha hosil uni limitlaganimizda va oxirgi natija kelib chiqadiki, v teng omega r, ya'ni burchak tezlikda o'sha radiusga ko'paytmasi chiziqli tezlikni beradi. Xuddi shunday yana bitta kattaligimiz aylanma harakatda o'rganishimiz kerak bo'lgan burchak tezlanish. Bu burchak tezlanish demak burchak tezlikni vaqt birligi ichidagi o'zgarishiga aytiladi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.